Uyghur pochtisi hakkida tunjin hetlik muhokama yig'ini Çneper Amerika Devlet Meclisi a'zosi tebriknoma etdi. Uyghur pochtisi Organ Heveri 21 noyabr. 20 noyabr Amerika George Washington Universiteti Asiya tadqiqot markazida Uyghur tilidagi mustaqil va erkin taratquv bo'lgan Uyghur pochtisi ning ta'sis qilinishi haqida tunji qitimliq muhokama yig'ini childi. Yig'inga Çneper Amerika Devlet Meclisi a'zosi tebriknoma etdi. Uyg'urshunos akademiklar, inson huquqlari sohasidagi nopuzlik tashkilotlar vakillari va Uyg'ur jamiyat vakillari qatnashdi. Yig'inda muhojiratda Uyg'ur tilida kesbiylashgan inoyatlik va ishonchlik taratquv berpa qilishning zarurligi, ashu muddatchin qurilgan Uyg'ur pochtisining nishoni, Uyg'ur pochtisiga qo'shilgan hozirgi axborotchilar va ziyolilar qo'shini, axborotning sifatiga kapolatlik qilish mexanizmi, Xitoyning saxta tashviqotiga taqobil turish usullari, Uyg'ur axborotchiligi duch kelayotgan masalalar va Uyg'ur pochtisining qiyinchiliklarini hal qilish jihatdagi tirishchanliklari haqida maxsus muhokama olib borildi. Amerika Devlet Meclisi a'zolaridan James McGovern, James McGovern, Christoph Smith, Chris Smith, James Halkinshaw qatorliklar Uyg'ur pochtisi ning qurilganligini tebriklab tebriknoma etdi. Uyg'ur pochtisi ularning sirlarini ayrim e'lon qildi. Muhokama yig'iniga Amerika Devlet Meclisi Xitoy ishlari komiteti direktori va muavin direktorlaridan Scott Phillips ve Petru Taze, Amerika Devlet Meclisi Tomlantos inson huquqlari komiteti direktori Todd Stein, qatorliklarim qatnashdi va Devlet Meclisi a'zolarining tebrik so'zlarini o'qib. Yig'inga yeni kommunizm qurbonlari xotira fondi jamiyati, Erkinlik sari, Freedom House va Xalqaro Jumhuriyatchilar instituti qatorlik o'rinlarning vakillari qatnashdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Uxrib direktori Mer Kanat Uyg'ur tashkilotlariga vakolatan Uyg'ur pochtisi ning qurilishi va uning muhimligi haqida mustaqil erkin taratquv sifatida Uyg'urlarning ovozi bo'lishiga bo'lgan umid va ishonchisini orttirishga qo'ydi. Uyg'ur tadqiqoti bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilardan George Washington Universiteti xalqaro ishlar tadqiqoti professori Sean Roberts, Drexel Universiteti xalqaro tadqiqot zamoniy tillar bilimining direktori professor Ribka Killars, Rebecca Tlotxe qatorliklar qatnashdi. Professor Sean Roberts qilmoqda. Uyg'ur pochtisi ning direktori Tahir Imin Uyg'ur pochtisi kollektiviga vakolatan Uyg'ur pochtisining hozirgacha qilgan xizmatlari, nishoni, planlari va kasbiy qo'shini qatorliklarini tanishtirdi. Uyg'ur pochtisining bosh muharriri, yozuvchi Tahir Hamud Izgil Vetendiki Uyg'ur yoziqidagi axborot xastalarining hozirgi ahvoli Uyg'ur pochtisi ning qanday qilib Uyg'urlarning ovozi bo'lish chin tirishchanlik qiladiganligi haqida to'xtaldi. Tahir Hamud Izgil mundaq dedi. Xitoyning jetendiki Uyg'urcha axborot xastalari va tarqibotlarini taqiq etganligi uning Uyg'urlarning erkin ovozidan qo'rqadiganligining belgisidir. Biz muhojiratda Uyg'urlarning Uyg'ur tilida sifatli va muntazam axborot xastasiga bo'lgan ehtiyojini to'ldirishga tirishamiz. Uyg'ur pochtisi bosh muharriri Tahir Hamud Izgil qilmoqda. Uchur manbasining chinligiga, obyektivligiga kapolatlik qilishimiz lozim. Mayli muxbirlarimiz, mayli obzorchilarimiz bo'lsin, cho'qim manbaning ishonchli bo'lishiga kapolatlik qilishi kerak. Uyg'urlar tumshda va hozir saxta uchurlar, hatto manbalarning ziyonkashligiga kelib uchragan. Biz buningdan saqlanishimiz lozim. Uyg'ur pochtisi tahrir bilmahaverlar va obzorlarni topshirib olgandan keyin ularni xalqaro o'lchamdagi axborotchilik qoida prinsiplari bilan tekshirib, dalillarni tahqiqlaymiz. Tahir Imin Uyg'ur pochtisi Uyg'urlarning bugungi rolligini xotirlash va Uyg'urlarning ovozini bildirishni g'oya qiladi. Uyg'ur pochtisi muhojiratda Uyg'ur tilida kesbiylashgan, mustaqil va ishonchli Uyg'ur tillik axborot boshliqini to'ldirish uchun tirishadi. Uyg'ur diasporasi ichidagi oqshimixan tashkilot guruhlarining Uyg'urlarga oid sir ish harakatlarini o'xshash xabar qiladi hamda ko'p xil fikrlarga sahna beradi. Uyg'urlarning huquq sohasidagi Uyg'ur ovozi bo'libla qolmay, yeni har qaysi sohalaridagi taraqqiyot va ilgirlashlariga alohida o'rin beradi. Biz har qanday qiyinchilik oldida to'xtamaymiz, Uyg'urlarga muhim bo'lgan temilarda ko'p formatli mazmunlarni ishlab chiqarish uchun tirishamiz. Xitoyning saxta uchurlarini pash qilib, Uyg'urlarning ovozini zildirmaymiz. Sean Roberts bir xalq o'rtaq axborot taratquni o'qiganda u millatning o'rtaqligiga ashidi. O'rtaq taratqu bir millatning milliy qurilishida intayin muhim. Uyg'ur pochtisi yeni akademiklar, siyosatchilarning Uyg'urlar haqida ishonchli ma'lumotlar qarishishi uchun muhim rol o'ynashi mumkin. Uyg'ur pochtisi burungi taratqularda saqlangan masalalardan saqlanishi lozim. Masalan, Uyg'ur diasporasidagi tashkilotlarni tanlab xabar qilish, manbasini ta'minlamaslik, uchur ta'minlikchining bexatarligiga diqqat qilmaslik qatorlik xatoliklarni tuzatib, ishonchli taratquv qurish uchun asos hozirlashni umid qilaman.
Dirksel Universiteti professori, xalqaro tadqiqot he zamonig'i tillar bilimining direktori Ribka Kilavs uzundan biri Uyg'urlarning diasporadagi milliy kimlikni saqlash ehvoli haqida tadqiqot bilan shug'ullangan bo'lib, u muhim siqildi va muhokama yig'iniga riyosetchilik qildi. U sizda Xitoyning Uyg'urlarning Uyg'ur tilida ma'rif, nashriyat, madaniyat faoliyatlarini lib birishga qilayotgan ziyonkashliklari haqida to'xtaldi. Professor Ribka Kilavs siqilmoqda. U yeni muhaciratda Uyg'urlarning tirishchanlik qilib, Uyg'ur tilida taratquv, tarbiyyat va nashriyat o'rinlarini qurishning Uyg'urlarning mavjudlik va taraqqiyoti uchun intayin muhimligini ta'kidlaydi. U mundaq dedi: "Men Uyg'ur pochtasi ning chet ellardagi Uyg'urlar tarafidan Uyg'urlar uchun qurilganligi, internet torini asos qilgan tashabbus bo'lganligidan alohida hayajonlandim. Internet til va madaniyat kimligi masalalari bilan tabiiy bog'langan. Til madaniyat uchurlarini tarqitishning markaziy yo'li bo'lg'achqa, yerlik tildagi internet boyliklari bu tilda sizlikchilarga turmush usulini namoyon qilish va endishisi va masalalarini ana tilida anglatishga yo'l qo'yish orqali ularga huquq beriladi. Shunglashqa internet bir xalqning kimligi va qimmat qarashini boshqalarning belgilashiga yo'l qo'ymasdan, balki o'zining madaniyat kimligi, qimmat qarashi va endishisini yetildirish va ta'kidlashga imkon beradi. Uyg'ur ovozi bo'lmasa, biz Pekin Xitoy hukumatining Uyg'urlarning kimlik to'g'risidagi bayonoti bilanla cheklanib qolamiz. Xitoy bayonoti bo'lsa, bizga Uyg'urlarning Xitoy chegirasi ichida xushal yashayotganligini islaydi. Biz buning haqiqat emasligini bilamiz. Shu sabablar tufaylidan Uyg'ur pochtasi ning yo'lga qo'yilishi Uyg'ur jamiyatiga qo'shilgan haqida va zirtiqdir. Ko'pchilik xatiri siret kechdi. Muhokamadan keyin savol-javob jarayonida yeni axborotchilar qo'shinini tashkillash, Xitoyning saxta tashviqotiga taqobil turish, Uyg'urlarning hikoyasini dunyoga yetkizish usullari, yiziq masalasini hal qilish, O'rta Osiyo Uyg'urlari bilan axborot tili va liniyasini o'rnatish temalarida chonqur muzokara olib berildi va takliflar berildi. Uyg'ur jamiyat vakillari xatiri qoldirdi. Shpet nihoyat zich va inchga o'rinlashtirilgan bo'lib, Uyg'ur jamiyat vakillaridan Elfidar Iltibir, Irada Kashkari, Mustafa Aqsu, Medina Bavudun, Mehmetjan Abduriyov, lager shaxtlaridan Mihrigil Tursun qatnashdi va qarashlarini ifodaladi. Bu Uyg'ur pochtasi ning tunji muhokama yig'ini bo'lib, oldimizda yeni muhim planlarni olib berish oldida turmoqda.